O'g'limni maktabga tashlab chiqing. Ha, boy akamni tashlasam bo'ldi. Ha. Bo'ldi, ketib qolmalaring, bo'ldi, yetib boraman dedim-ku. Assalomu alaykum amaki. Iltimos kompot oling. Ha. Ma o'g'lim, kompot olib tur. Ye, adi. Nima qilaman buni? Isqirt mikrob to'la kompotini. Boshimga uramanmi, kerak emas menga. O'zingiz o'ylang, adi. Sinfdoshlarim ko'rsa uyalaman. Hozir o'zim qo'raman. Uyalasan? Ha, uyalaman. Boyvachcha. To'xta. Kompotlaring nech puldan? 10 ming so'm amaki. Oxiri qoluvdi oling, uyga kirib ketardim. Maktabga bormaysanmi? Yo, amaki maktabga bormayman, oyimga qarashim kerak. Hadingchi, hading yo'qmi? Yo'la. Kompot olasizmi amaki, yo'qmi? Ha? Olasizmi kompot? Elips xalqaro maktabiga olib kirsam o'qiysanmi? Ehe, amaki, qaniydi pulim bo'lsa jon deb o'qirdim. Sen bu yoqdan xavotir olma. Pulini men to'layman. Rostdan, nimaga menga bunaqa yaxshilik qilyapsiz amaki? Oyijon, Xo'p, bolam. men yaxshi o'qiyman. Keyin sizga katta maktab qurib beraman. Katta maktabni nima qilaman, bolam? O'shanda shunaqa ishlarni qilib yurmaysiz. Mayli. Tezroq shu kunlarni ko'rish nasib qilsin. Bir paytlar onamga va'da bergandim. Katta maktab qurib beraman deb. Va'dam ustidan chiqdim. Lekin vaqtim yetmadi. Senda bo'lsa bu vaqt bor. Hech bo'lmasa sen o'lgur o'g'lim. Yana bir gapimni esingdan chiqarma. Kimdir erkak bo'ladi, yana kimdir erkak bo'ladi. Sen bilan men erta erkak bo'lganlarmiz. Buni faqat bizga o'xshaganlar tushunadi. Tushundingmi? Ha. Bu yoqdan kir endi.